Assalomu alaykum. Trassa 24 saytida biza bugun ko'rib chiqmoqchi bo'lgan narsamiz bu obuna. O'zimni akkauntimda ko'rsatyapman. Obunam faol turibdi. Kirganimizdan keyin akkauntimizga obuna tugmachasini bosamizda oldimizga 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik tariflarimiz chiqadi. Qaysidir bittasini tanlaganlaringizdan keyin bu obuna faol bo'ladi. Bugungi kunda mana tanlaganmiz. 1 yillik obunani tanlaganligimiz uchun 14.05.27-yilgacha ruxsat etilgan cheksiz e'lonlar joylashtirish. Trassada ko'rishguncha